Zo'r TV telekanali, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi hamda Ijtimoiy himoya milliy agentligi hamkorligida tayyorlangan. Assalomu alaykum aziz muxlislar, sog' omonmisiz? Efirda farzandim jigarbandim ko'rsatuvi. Azizlar, biz bugun O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi tasarrufidagi bolalar psixologiyasi markaziga tashrif buyurdik. Shu markazning faoliyati bilan tanishamiz. Marhamat, tomosha qiling. Demak, boshladik. Здравствуйте, меня зовут Юлия Ким, я ведущий психолог Центра детской психологии при Национальной гвардии. В нашем центре мы проводим работы с детьми из детских домов 22 и 30. Сегодня у нас в гостях ребята из 22-го детского дома Саджида и Джасур. Здесь мы в этой комнате проводим арт-терапевтический метод всеживописи. Данный метод позволяет человеку, который не умеет рисовать, совершенно не имеет представления, как это делается, получить конечный результат, который ему понравится. И этот метод, он диагностический. То есть основным является то, что мы работаем с выбранными 3 цветами. Выдается палитра цветов, и ребенок выбирает на свой вкус, на свое состояние психологическое те 3 цвета, которые отождествляют его внутреннее состояние на данный момент. Да, и какие успехи у вас? Какие дети к вам приходят? Дети приходят разные, дети приходят с различными травмами, дети приходят с обидой. У детей различные состояния, из которых для нас как задача стоит вывести ребенка из этого состояния, помочь ему адаптироваться дальнейшее в жизни. Очень важно для нас, для нашей работы, это установить контакт с ребенком. То есть эта конгруентность, чтобы ребенок доверял нам. Тогда вся работа будет эффективной. И когда ребенок получает ту любовь, ту свою способности раскрываются, когда ребенок понимает, что он значим, что он нужен, что он важен, он чувствует себя более уверенно, он чувствует себя любимым, он чувствует себя более психологически здоровым. А вы как чувствуете, как воспринимают дети и какие у них изменения бывают? Дети меняются прямо на глазах. Какие-то дети более
быстро реагирует на подаваемый материал, а кто-то более медленно. Есть ребенок у меня, допустим, с которым я работала год для того, чтобы она раскрылась. Вот сейчас она, конечно, очень расположена и с удовольствием занимается, и очень воодушевлена тем, что она делает, и ей нравятся те изменения, которые в ней происходят. И это очень радует нас. Вот в каком состоянии пришли вот эти дети, и сейчас какое у них душевное состояние? Вот двоих, вот отизме, Джасур, Саджида. да, вот Джасур, Саджида, насколько уже они, значит, у них изменения, насколько? Допустим, вот Саджида, она очень ранимая. Она очень такая вот закрытая девочка была. Она достаточно такая очень стеснительная. Девочка, которая не понимала ориентиров вообще в жизни. Да? Сейчас я вижу, что в ней появилась и уверенность. Я понимаю, что у нее и самооценка стала более нормализоваться. Я вижу, что она и ко мне расположена, и, соответственно, наша работа с нею эффективна, и наши взаимодействия, они всегда приносят как и мне, так и ей удовольствие, радость и положительный результат. Оценка ему. Джасур, может быть, сам что-то скажет? Да? Джасур? Ну, в целом, когда ты приходишь в центр на групповые тренинги... Таншат. Men ismim Jasur. 22-mehmon uyda yashayman. Familiyam O'rzaliyev. 22-mehmon uyda 2 yil keldim. Yoshim 17 da, 9-sinfman. Shu niyat bor, shu Milliy gvardiyaga kirish. Akademiyasiga o'qishda. Katta yigit bo'lib qolsa, 17 yosh bo'lsa, Milliy gvardiyaga kirish endi sharaf, lekin qiyin. Bilasan, shu qiyinchiliklar bor. Imtiyozing bor, to'g'ri, lekin jiddiy qiyinchiliklar bor. Sandan ham harakat kerak. Harakat bor. Nimaga Milliy gvardiyani tanlading? Vatan himoyachisi bo'lish. Yaxshi. Tanlov yomon emas. O'qishlar qanday? Talablari bor, bilasan? Qatqandek. Tabii. O'qishlar qalay bo'lyapti? O'qishlar yaxshi. Bu yerga ham kelibsan, nimaga kelding bu yerga? Bu yerda psixologiyada masalan har xil darslar o'tadi, har xil o'yinlar o'tadi, keyin har xil rasm chizamiz, o'rganamiz. Masalan chizishni bilmagan bolalar, masalan qalamda chizishga yaxshi ko'raman. Guvochni umuman chizmaganman. Lekin bunga ham qiziqar ekansan-da, bo'yoqlarga, rassomlikka. Ruhiyatga ham ta'sir. Ruhiyatga. Mana shu ranglarni ruhiyatingga ta'sirini sezsam. Sezaman. Demak, askar bo'lmoqchisan. Milliy gvardiyada. Yaqinlardan kim bor? Yaqinlardan hali Hech kim yo'q. Endi senga kim otalik qilyapti, kim onalik qilyapti? Tarbiyachilar yaxshi ko'rganlar. Avaz aka masalan yaxshi. Tarbiyachim, Avaz aka tarbiyachim bor. Ular zo'r odam. Masalan aytganiga kirmaslik gapiradilar. Unaqa qilma, unaqa qilsang yomon bo'ladi yoki yaxshi tomonlama bizani yaxshi yo'lga olib boradi-da. O'sha senga yoqqan, senga yordam beradigan tarbiyachilarni, ustozlarni tilga olishing mumkin hozir. Senga yordam berayotgan ustozlar. Keyin Asqar aka masalan, Asqar otam bor. Ko'pincha kuldiradi yoki hazillashadi. Agar kayfiyatim bo'lmasa masalan, ko'pincha kayfiyatimni ko'tarishga harakat qiladi-da. Birorta odam qattiq gapirishi mumkinmi? Yo'q. Yo'q. Yo'q-a? O'zi yaxshi his qilyapsan. Ehvolida. Ularga aytadigan gaping bo'lsa ayt ustozlarga. Hamma tarbiyachiga minnatdorchilik bildiraman. Menga shunchalik qarab, masalan, ona o'rnida, ota o'rnida mehr berib Kelishyaptilar. kelishyaptilar.
Assalomu alaykum. Mening ismim Ziyoda Xudoynazarova. Men bolalar psixologiya markazida psixolog bo'lib faoliyat yuritaman. Bu bizning 22-sonli mehribonlik uyidan kelgan tarbiyalanuvchilarimiz. Tarbiyalanuvchilarimiz menda 1 yildan beri shug'ullanishadi. Men bu bolalar bilan trening mashg'ulotlarida, asosan trening mashg'ulotlarini olib boraman. Trening mashg'ulotlarida har xil o'yinlar va mashqlardan foydalanaman. Ayniqsa o'yinlardan ko'proq foydalanaman, chunki o'yinlar odamni psixikasiga yaxshi ta'sir o'tkazishga va oson yo'l bilan, xavfsiz yo'l bilan ta'sir o'tkazishga yordam beradi. Mana shu o'yinlar, mana shu mashg'ulotlar orqali bolalarda bir-biriga bo'lgan ishonch, ya'ni ishonch aylanasini, ishonch doirasini hosil qilamiz. Bu ishonch doirasida bolalar o'ziga bo'lgan ishonchini birinchi navbatda, ikkinchi navbatda bir-biri yon atrofdagi insonlarga, do'stlariga ishonchi ortib boradi. Aynan mana shu mashg'ulotlar, mashqlar va o'yinlar bolalarda bir-biriga bo'lgan ishonchsizlikni yoki bo'lmasam qo'rquvlarni, negativ bo'lgan emotsiyalarni, his-tuyg'ularni yo'qotishga yordam beradi. Chunki insoniy hayotida asosiy rol o'ynaydigan narsalardan bittasi bu insoniy his-tuyg'ulari. Biz har doim qandaydir harakat qilishimizdan oldin ichki kechinmalarimizdan, ya'ni qalbimizdan har xil his-tuyg'ularni yashab o'tamiz. Mana shu his-tuyg'ularimiz bizga hayotda yomonlik keltirib emas, balki foyda keltirishi uchun ularni kontrol qila olishimiz kerak. Aynan mana shu his-tuyg'ular, o'ziga bo'lgan ishonch, insonlar atrofidagi muloqotlarni yaxshilash uchun va avvalambor hayotida bu bolalar baxtli bo'lishlari uchun mana shu mashg'ulotlardan ko'pincha foydalanaman va trening mashg'ulotlari orqali bu bolalar bilan yaqinroq bo'lishga va ularni hayoti yana bir pog'onaga yaxshilanishga harakat qilamiz. Hozirgi bugungi trening mashg'ulotim mening o'tmishdagi tajribalarim va chegaralarim deb nomlanadi. Bugungi mashg'ulotimda bolalar o'zini o'tmishdagi o'ziga ta'sir o'tkazgan yomon taassurotlarni yoki bo'lmasam har doim yuzaga kelib turadigan tajribalarini, stereotip xayollarini olib tashlashga yordam beradi. Ya'ni bu mashg'ulot insondagi kognitiv qobiliyatlarni yaxshilashga yordam beradi va kognitiv qobiliyatlari bu o'ylash, fikrlash, tasavvur qilish va fantaziyalarni rivojlanishiga yordam beradi. Keling, mashg'ulotimizni boshlaymiz. Birinchi mashqimizni sizga tushuntirib o'taman. Birinchi mashqimiz mashg'ulotimiz a'lo darajada o'tishi uchun kayfiyatimizni ko'tarib olamiz. Ya'ni hozir men sizga mana shu ipni bitta tilakni tilab sizga uzataman. Keyingi ishtirokchimiz esa yana bir tilakni tilab boshqa ishtirokchiga beradi. Shu orqali biz aylanamiz doiramizni ichida bitta katta ipdan iborat bo'lgan, yaxshi tilaklardan iborat bo'lgan ipni hosil qilamiz. Xo'pmi? Tushundikmi? Savollaringiz bormi? Yo'q. Doston, savoling bormi? Unda davom etamiz. Men bugun har biringizga qalb xotirjamligini tilab qolaman va bugun niyat qilgan, rejalashtirib qo'ygan barcha ishlaringizga vaqtingiz yetishini tilab qolaman. Marhamat, Hasan senga uzataman. Ikkinchi ishtirokchimizga o'zingizda ipni olib qolasiz, qo'lingizda olib qolasiz va keyingi ishtirokchiga tilak tilab ipni uzatasiz. Jasur, meni do'stim bo'lib qolishingni xohlayman. To'g'rimi? Qo'lingizga aylantirib oling. Jasur, ishtirokchilarimizga nimani bugun tilay olasan? Hech kim tilamagan qanaqa tilaging bor? Mashrab san yaxshi bo'lishini xohlayman. Yaxshi bo'lishini, undan-da yaxshi bo'lishini. Mashrab o'zi shundoq ham yaxshi, to'g'rimi? Undan-da yaxshi bo'lishini tilab qolaman. Rahmat. Ipni o'zingizga olib qoling, qo'lingizga boylab oling, yirtilib ketmasin. Chunki bizani eng yaxshi tilaklarimiz sizni hozir qo'lingizda turibdi. Endi Mashrab, hech kim tilamagan qanaqa tilakni tila olasan? Mana shu bola xursand bo'lib yurishini xohlayman. Ismi kim? Bu bolani Dostonbek. Qanaqa bola bo'lishini? Xursand bo'lib har doim. Xursand bo'lishini tilab qoladim. O'rningizdan endi turing, iltimos. O'rningizdan turamiz. Rahmat. Doston, endi faqat bitta insonga emas, hamma ishtirokchilarimizga bugungi kunda nimani tilay olasan? Baxtli bo'lib yurishini. Baxtli bo'lib yurishini. Iltimos, ishtirokchilarning ismlarini aytib olasanmi? Hasan bugun? Hasan. Jasur. Manchi? Menga ham baxtlisizmi? Baxtlilaysiz. Rahmat kattakon. Ipni uzating. Ipni uzating. Hasan, ipni ushlab oling. Barakalla. Ko'ryapsiz, mana ipimiz bor. Endi biz bugun siz bilan nima bilan bog'lanib oldik siz bilan? Eng yaxshi tilaklarimiz bilan siz bilan bugun bog'liqmiz. Mana shu tilaklar kun davomida sizning eng yaxshi do'stingiz bo'lib qolsin. Har doim shu tilaklaringizni yodda tutib turing va ular sizni qiyinchiliklarni yengib o'tishingizga
katta yordam berishini hammangizga tilab qolaman. Ipimizni uzmasdan bir-birimizdan ipimizni orqaga qaytaramiz. Jasur. Mashratga beramiz ipni. Yaxshi. Kayfiyatlar yaxshimi? Qo'rquvlar yo'qmi? Yo'q. Yaxshi. Hech kim charchab qolmadimi? Yo'q. Juda ham zo'r. Mana biz tilaklarimizni yig'ib oldik. Endi asosiysi bu tilaklarimiz o'zimiz bilan bizga yor bo'lsin, bizga yordam bersin. Hammangizga rahmat. O'zingiz uchun qarsak chalib qo'ying. Yaxshi. Keling, endi birinchi mashqimizni siz bilan tugatib oldik. Endi ikkinchi mashqimizga o'tamiz. Charchab qolmadinglarmi? Hammasi yaxshimi? Juda ham yaxshi. Hozir o'zingizni joyingizni egallab oling. Keyingi mashqni, qonun qoidasini, shartlarini sizga tushuntirib o'taman. Savollaringiz bo'lsa, savollarni tushuntirib berganimdan keyin berishingiz mumkin bemalol. Oldingizga mana shu stolning ustiga sizga har xil ko'zoynaklar tayyorlab qo'yganman. Bu ko'zoynaklar tasavvur qiling. Sizda tasavvur yaratish uchun real hayotda mana shu ko'zoynaklarni sizga tayyorlab qo'ydik. Bu ko'zoynaklar aslida sizni o'tmishdagi tajribalaringiz, hayollaringizda paydo bo'ladigan o'y-hayollaringiz, fikrlaringiz va stereotip o'ylovlaringiz bu ko'zoynak tasavvurida ko'rsatamiz. Ana o'sha negativ tasavvurlaringiz, hayollaringiz, o'y-fikrlaringiz sizni kelajakda orzu qilgan niyatlaringiz va maqsadlaringiz bo'lsa, ana shu maqsadlaringizda duch kelayotgan qiyinchiliklar paytida ana shu stereotip, kognitiv o'y-hayollaringiz sizga xalaqit berishi mumkin. Masalan, aytaylik, o'qishga kirmoqchisiz, to'g'rimi? Oliy o'quv yurtiga imtihon topshirmoqchisiz. Imtihon bilasiz, stressga tushiradigan holatlardan bittasi. To'g'rimi? To'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz? Ana shunday holatlarda siz ichingizda o'ylashingiz mumkin. Men o'qishga kira olmayman. O'qish juda ham qiyin. Imtihon qiyin bo'lishi mumkin. Men past ball olishim mumkin degan xayollar, o'y fikrlar sizda paydo bo'lishi mumkin. Aynan o'sha fikrlar sizga xalaqit bermasligi uchun biz hozir siz bilan mana shu mashqimizni bajarib ko'ramiz. Ya'ni o'y-xayollar sizni tajribalaringizdan, o'tmishdagi tajribalaringizdan qolib ketgan negativ sizga o'tirib qolgan hayollaringizga, miyangizga o'tirib qolgan xalaqit beradigan o'y-hayollaringiz. Ana shu o'y-hayollar va chegaralardan bugun xalos bo'lamiz. Kelishdikmi? Tayyormisiz? Tayyorman. Savollaringiz bormi? Yo'q. Davom etamiz unda. Hozir o'zingizga yoqqan, xohlagan ko'zoynakni shu ko'zoynaklar orasidan tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Albatta. Kimga yordam berish kerak? Taqib ola olasizmi? Hammani ko'rish qobiliyati yaxshimi? Hech kim bizda ko'zoynak taqmaydimi? Yo'q. Yaxshi. Yordam beraymi, Hasan? Faqat o'zingizga yoqqan ko'zoynakni tanlashingiz kerak. Yaxshi, juda ham zo'r. O'zingizga yoqdimi ko'zoynaklar? Yana tushuntirib o'tadiganim, men sizga ana shu stereotip o'y-xayol va fikrlaringiz, o'zingizni nuqtai nazaringiz, sizga xalaqit beradigan nuqtai nazaringizni qog'ozlarda ko'rsatib o'tdim. Masalan, tasavvur qiling. Mana bu yerda nima deb yozilgan? Kim o'qib bera oladi? Hayot menga nisbatan shafqatsiz. Maqsadingizga, orzuyingizga erishish uchun xalaqit beradi bu xayol. Bu stereotiplar, fikrlar xalaqit beradi, to'g'rimi? Ana endi mana shu xayollardan bir umrga xalos bo'lishimiz uchun mana shu mashqni hozir bajaramiz. Sizga tushuntirib o'taman. Hozir bu to'siqlardan siz xohlagan tarzda, xohlagan holatingizda o'tishingiz kerak bo'ladi. Lekin o'tayotganingizda mana shu o'y-xayollardan siz xalos bo'lishingiz kerak. Qanaqa qilib xalos bo'lasiz? Siz qog'ozni olasiz, o'qiysiz va bu olgan qog'ozingizga qarama-qarshi bo'lgan, ya'ni pozitiv gapni mana bu yerdan topishingiz kerak bo'ladi. Pozitiv gapni topishingiz kerak bo'ladi. Buni esa sizga xalaqit beradigan o'y-hayollaringizni yirtib tashlashingiz kerak bo'ladi. Savollaringiz bormi? Yo'q. Unda qadrli bolalar, keling, mashqimizni, vaqtimizni yo'qotmasdan boshlaymiz. Kelishdikmi? Keling, bu yerga kelib oling. Marhamat. Marhamat. Boshlashimiz mumkin. Jasur, birinchi navbat boshlay olasanmi? Davom etamiz. Boshlang.
Hasan, davom etamiz. Hasan. O'tirib o'tishi mumkin. Tezroq bo'l. Hasan, tezroq. Yaxshilab yirtib tashlang. Jasur xohlaganini olaverdi, qo'yib qo'yar ustiga. Yaxshi, topamiz. Oxirigacha boring. U yoqda kutib turing. Davom etamiz. Mashhab, ustidan o't. Da. Doston. O'tirib o't. Ha. Davom etamiz. Chiqib. Da. O'tiring. Ha, chuqur. Молодец. O'tamiz. Nima deb yozilgan? Aslida esa balandroq. Молодец. U yerdan topib, o'sha qog'ozni qo'yamiz. Shu stolning o'rniga. Doston, o'tirib yur. Keyingisiga o'tamiz. Qaysi qog'oz yoqmayapti senga? Qaysi fikr? Balandroq bizga o'qib ber. Meni tashlab ketgan. Aslida esa Yo'q. tashlab ketishmagan. Keraklimisan? Albatta. Ustiga qo'yib qo'ying. Yaxshi. Men qadrlayman. O'z olgan so'zlaringizni keling, o'qib chiqamiz. Men hammasini uddalay olaman. Mashrab, senda qanaqa so'z? Omadliman. Hasan, qanaqa fikrni olding? Yo'q, omadliman. Aha, siz ham omadlisiz. O'qib ko'ring. Endi boshqachasiga o'qiymiz. Jasur, ko'rsating qog'ozingizni. Men hammasini uddalay olaman. Ishonasizmi shunga? Uddalay olasizmi? Nima qiyinchiliklar bo'lishiga qaramay. Uddalay olasizmi? Yaxshi, barakalla. Mashrab, omadlimisiz, omadli emasmisiz? Nima uchun? O'zingiz oldingizga qo'ygan maqsadlarga erisha olasizmi? Yoki erisha olmaysizmi? Erisha olasiz. Kuchingiz yetadimi? Kuchlimisiz? Unda shu narsani ayting, men kuchliman. Men omadliman. Barakalla. Rahmat. Hasan, ko'rsating, qog'ozingizni menga ko'rsating, men ko'rmayapman. Omadliman. Omadlimisiz? Ishonasizmi, ishonmaysizmi bu narsaga? Ishonmaysiz. Nega? Ishlash kerak, faqat o'shanda omad bo'ladi. Ishlash jarayoningizda yaxshi ishlay olasizmi? Kuchli inson bo'la olasizmi? Qiyinchiliklarga qaramasdan ularni yengib o'ta olasizmi? O'zingizga ishonasizmi? Ishonasizmi? Omadlimisiz? Omad qachon paydo bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Aha. Yaxshi, omad borligiga ishonasizmi, ishonmaysizmi? Barakalla. Rahmat. Doston, ko'rsating. Men qadrlayman. Qadrlaymisiz? Yaqinlaringiz bor-a? Yaxshi ko'rishadi ular sizni. Siz ham yaxshi ko'rasizmi? Qadrlaysiz-a? Mehribonmisiz? Mehr beradigan insonlaringiz bormi? Men qadrlayman deb aytib qo'ying unda. Qadrlayman. Xo'p, endi aylana keling, aylana qilamiz. Bir-birimizga qarsak chalib qo'yamiz. Shu bilan bu mashqimizni siz bilan yakunlaymiz. Shu mashq haqida qanaqa taassurot bera olasiz? Hozir nimani his qilib ko'rdingiz? Endi ko'zoynaklarimizni yechamiz. Ko'zoynaklar bizning eski tajribalarimiz. Yechib tashlaymiz, ha? Bu ko'zoynaklar, hozir ko'rsating menga ko'zoynaklaringizni. Bu ko'zoynaklar biz aytaylik, oldimizda 10 ta inson turgan bo'lsa, bitta narsaga 10 ta inson 10 xil qaraydi. Ya'ni hammani o'z nuqtai nazari, hammani o'z dunyoqarashi, o'z ishongan narsalari, stereotiplari, o'y-xayollari bor. Ana shu o'y-xayollarimiz, stereotiplarimiz bizga ba'zida insonlarni eshitishga, insonlar bilan muloqot qilishimizga yoki bo'lmasam qo'ygan maqsadlarimizga erishishimizga xalaqit beradi. Ana o'sha xalaqit beradigan omillardan ketishimiz uchun biz bugungi mashqimizni bajardik. Hammangizga rahmat.
narsani aytib o'tmoqchi edimki, biza bolalarga yil doirasida katta tadbirlar tayyorlaymiz. Yangi yilga yozda preferentatsiya o'sha yarmarkalarni qiluvdik. Mana masalan oxirgi qilgan katta tadbirimizda bolalarni yozgi yarmarkada har xil kasblarni stansiyasini qilib o'tdik. Bolalar har bitta stansiyada kelib, qanaqa ekan u ish, menga yoqarmikan, yoqmasmikan deb o'zlikni har xil kasbni tasavvur qilib ko'rishsin deb mana shunaqa tadbirlar o'tkazamiz. Va maqsadimiz bu bola mustaqil hayotga chiqqanida o'zini kim bo'lishini tasavvur qilish uchun va mana shunaqa stansiyada o'tganligidan keyin biza ularga pulga o'xshagan monetkalar bergandik, tangachalar. O'sha bolalar psixologiyasi tangachalarini ular har bitta stansiyada ishlab pul topib, endi o'yin tarzida ularni keyin yarmarkada o'zliksi uchun narsalar olishdi. Chunki mehribonlik uyida endi masalan bolalar magazinga chiqib o'zliksiga narsa olisha olmaydi. U ota-onasi pul beradi, masalan oddiy bolalar uchun ular borib sarflab nimaga ishlatishni mana shunaqa o'rganishadi va bizni mana shunaqa katta tadbirlarimizdan maqsad ular o'zliksini qanaqadir kasbda tasavvur qilishliksa, pul topib, ishlatib uni to'g'ri tarzda ishlatishni o'rganishi. U o'ylaymizki, bu mustaqil hayotga chiqqanda bolalarga katta yordam beradi. Azizlar, biz bugun O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi tasarrufidagi Bolalar psixologiyasi markazi faoliyati bilan tanishdik. Azizlar, ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt tugab boryapti. Sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, sog', omon bo'ling.